Bu infeksiya tushiradi pastga va oxiri oyoqqa. Agar u stafilokokk bo'lsa, faqat oyoqni o'zida yemirish bo'ladi. Katta koksartrozlar suyakni o'zidagi yemirishlar. Lekin streptokokk bo'ladigan bo'lsa, u yurakka, revmatizmgacha o'tadi. Revmatizmdan keyin biz yurakgacha o'tib ketamiz ko'pincha. Va bir paytda o'zi shuni davolaganimizda bir necha kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz va ularni o'zimiz bilmagan holda davolab yuborgan bo'lamiz. Har doim oyog'ingiz og'ridimi? Birinchi o'rinda o'ylang. Tez shamollamadingizmi? Tomoqda nimadir turganday bo'lmaydimi? Jahldorlik tez yo'qmi? Yutinganda nimadir yopishqoqlik hissi yo'qmi? Ovqat yeganda qorindan bo'lish yo'qmi? Oyoqlarda og'riqlar yo'qmi? Agar mana shu shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta terapevtingizga yoki o'zingizning yoningizdagi eng yaqin klinikaga borib, sizlar shuni tekshirasizlarmi yoki keling, mana albatta yordam beramiz.